Bilaman, hammamiz oramizda shunaqa insonlar bor-da. Telefon qilsa 5 minut, 2 minut kelyapman. Mana 1 soat bo'ldi. Kutyapman. Men seni haliyam kutyapman. Ana kelyapti aytganmiz o'sha inson. Amerikaga ketyapmiz o'g'lim. Ana Ohio shtatiga kirib keldik. Bu yerda xalqi juda ham qonxo'r. Bular juda ham neta odamlar-da, bular. Hamma o'zbek kimida, Challenge yaxshi ketyapti, lekin bor. Bugungi kuni o'ta hafta o'zi chiqib hakka ketyapmiz hozir. Sizlarga buni tushuntirib olib video davomida. Mana ketdi. Siqilib o'ylab ketyaptilar, biroq sabab bunday taqib tushib qolyapti. Shunaqangi urganida bor. Ham yuraklari bash jo'shirib yubordi-da o'zi ham. Challenge davom etadi. Abu Sahih Center. Вообще zo'r bo'lyapti. Aka. Challenge-mi? Challenge-ni вообще dahshat, birinchi kuni dahshat bo'lyapti lekin. Hali 30 kuni bu qanaqa bo'lar-ekan, va? Olov bo'ladi. Ishtirok olgan bo'lsang, olov bo'ladi. Nima bilan chiqadi? Umid bilan qarasa joy yo'q. Aka nimaga tasir gapni tasdiqlar. Avtobusda yorib zerikkanimizda oxiri metroga tushdik. Mana chiqdik metroga. Betem qo'yib mana sheri tushyaptilar, qayerda tushyapti? Mana uni olmaydigan joy ko'rsatib qo'y, mana shu yerda. Shunaqa qilib mana bugungi kunimiz ham shunaqa tarzda o'tdi-da, ko'rganmisan. Hammaga yaxshi kayfiyat. Sog' bo'lasizlar.